YouTube'da demak translyatsiyani boshlaymiz. Plus belgisini bosdik, nachat translyatsiyani bir marta bosdik. Mana bunaqa okno chiqdi. Bizda mana oldi kamera yo'q. Shuning uchun разрешить на каждый приход saytni bossak, bo'lsa ulaydi, lekin bizda hozir ulanmagan. Shan hisobiga demak Прежде чем начать трансляцию, откройте YouTube достуp к камере. Mikrofon. Xo'p, webkamera emas, bizga translyatsiya kerak. Tepani bosdik. Xo'p, tepani bosganimizda bizga mana bunaqa okno chiqadi. Umumiy mana bu yerda translyatsiyani nomlanishi, buni o'zgartirish mumkin. Mana bu yerda opisaniyasi bo'lishi mumkin. O'shanga kiritib, opisaniyasiga hashtaglarni joylab, onlayn translyatsiya ketayotganda kimlar bizani topishi mumkin. O'shalarni hashtagini joylab qo'yish mumkin. Keyin izminit qilib, mana bu yerdan saqlanib qilish mumkin. Nomlab, qanaqadir nom bilan. Undan keyin saqlanib qilsa, o'sha nom ko'rinishi boshlaydi. Настройка translyatsiya mana buni zapis chatda bossak, keyinchalik buni videoni vaqt o'tib ko'rayotganlar ham chatda chiqishini ko'rishi mumkin. Кто может отправить сообщение? Hamma yuborishi mumkin, подписка bosganlar yuborishi mumkin kanalga yokida ma'lum bir shaxslar yuborishi mumkin. Reaksiyani yoqib qo'ysak, layklar bosilgani ko'rinib turadi. Mana bu yerda cheklov qo'yib qo'yish mumkin. Necha sekundda yuborishi mumkin bitta odam. Сообщениeni qayta yozmaslik uchun 1 minutda yoki o'zgartirib qo'yish mumkin. Zapis chatda ham yoqib qo'ysa bo'ladi. Buni nomlab, masalan, AutoCAD yozib qo'ysak, bu yerda AutoCAD. O'shanga qarab bu yerda chiqadi. Video dekoder degani bu ulaydigan narsamiz. Saqlanib bitta bosdik, bo'ldi. Endi bizga kerak bo'ladi mana bu ключ. Buni sbros qilib almashtirish mumkin. Buni hozir mana bu hide bossa ko'rinadi. Kopировать bosib mana bu yerdan kopировать bitta bosgan bo'ladi. Mana bu feramenga tushadi. Subtitr qo'yib qo'yish mumkin. Endi o'zbek tili ham qo'shildi yaqinda. Avtomatически. Xo'p, некоторые сохранять не удалось для трансляции задержки автоматически. Xo'p, standartni zadержкani yoqsa ishlash kerak. Subtitr bu yerda avtomatически subtitr faqat ingliz tiliga bor deyapti. Bu kerak emas. Bu zadержка nima? Biz translyatsiya qilganimizda 5 sekund, 10 sekund, 1 minut yoki o'shanga qarab zadержка ushab boradi. Buni ham настройка qilish mumkin. Xo'p, keyin bizga mana buni kopировать qilib olganmiz. Video dekoder, ya'ni buni zapis qilish uchun mana OBS Studio degan dastur bor. Asosan ko'p ishlatilgan. Men o'shanga ulayman. Настройкasiga kiraman. Bu yerda translyatsiya bor. Mana Twitch turibdi, men YouTube'da tanlayman bu yerdan. Xo'p, bu yerdan birinchisi tursa ham bo'ladi. Mana bu yerda o'sha Gmail akkaunt yoki o'sha akkauntga kirib olish mumkin. Endi men boyi ключ потокka yuklab olganman. Shu ключ потокdan mana bu yerga bitta bosaman-da. Bitta OKni bosaman. Применить bitta bosaman. OKni bitta bosaman. Endi bu yoqda o'sha profilga kirish bo'yicha do'stlik so'rayapti, o'sha Gmailga. Nachat translyatsiyani bossam, bu yoqda translyatsiya boshlansa, mana bu yerda ketish kerak. Mana bu yerda для всех turibdi. Mana bu kimga bog'liqligi xususida. Mana o'sha efir ketishni boshladi. Mana прямой efir zapisi bo'lyapti. Demak, AutoCAD deb yozib qo'yganmiz. Biz bu yerda AutoCADni ishga tushirsak, AutoCAD avtomatik ko'rinishni boshlaydi. Buni ikkinchi monitorga olib o'tib qo'yishimiz mumkin. Bu yerda qaysi monitor translyatsiya bor? OBS da turibdi, lekin bu yerda zadержка bilan menda 5 sekund zadержка bilan 10 sekund bu yerda AutoCAD paydo bo'ldi. Mana
bu yoqda zadержкаga o'xshab, men bu yoqda nimadir chizadigan bo'lsam, masalan, rek probel 0.0 7000 5000 enter. Mana bu yoqda zadержка bilan menga keyinroq ko'rinyapti. Ya'ni men bitta translyatsiyani bu yoqqa olib chiqsam, mana men bu yoqda chizib bo'lganman rektangelni, lekin ozgina zadержка bilan bu yoqda ko'rsatyapti. Shuna qilib onlayn translyatsiyani amalga oshirish mumkin. Bu yoqda ko'rinadi. Endi OBS da shunaqa funksiyalar bor, ya'ni jarayonda o'zgartirib ketish, ya'ni qanaqadir narsalar qo'shish mumkin OBS da. Men bitta buni ishga tushirib turib, men bitta live control paneliga kirib qo'yish mumkin. Uni ishlatmayman. Hozir OKni bosaman. Bu yoqda qanaqadir qo'shimchalar kiritish mumkin. Masalan, tepasini yopadigan rasmlarni men bitta plyusni bosib OBS dan kiritib, qanaqadir prezentatsiya bo'lsa, shularni ham kiritib foydalanishim mumkin. Bunaqa qiyin narsa emas. Keyin umumiy translyatsiyani, mana men Google o'zida men завершить translyatsiyani bosishim mumkin. Остановить translyatsiyani bitta bossam, bu yoqda avtomatik запись men bitta to'xtaydi OBSdagi, завершить трансляцию уже закончится deyapti. Mana shu bitta bossak bo'ldi. Efir tugaydi. Mana. Поздравляем. Birinchisi translyatsiyasi bilan tabriklaymiz. Demak, upravleniyadan boshqarishingiz mumkin deyapti. Dalshini bosdik. Qanaqadir o'zgartirish kiritish kerak bo'lsa, redaktirovat bitta bosib, bitta kerak emas joylarni kesib tashlash mumkin, boshqacha o'zgartirishlar kiritish mumkin obreskadan. Ya'ni bittacha uni to'g'rildi deb o'zgartirish imkoniyati bor. Bu yoqda mana bu plyusni bossak, mana bu timeline'ni ko'rinadi. Hozir bu загрузка qilyapti. Demak, shunaqa efirni tashkillashtirish mumkin. Buni endi jarayonda OBSga mikrofonlarni ulash, kameralarni to'g'irlash, kameralarni boyagi OBS studioda qo'yib chiqish mumkin. Umumiy zapis OBSda keyin oxirgi, men hozir YouTube'dagi translyatsiya tugab bo'lgan, endi men qo'shimcha sifatida yozyapman videoni. Bu OBSga alohida zapisini mana men bitta timer ketyapti. Uni o'chirsam, oxirgi zapis mana shu yerda yakunlanadi. Demak, shunaqa qilib translyatsiyani ham OBS yordamida ulab, amalga oshirish mumkin YouTube'da translyatsiyani.